Abdullohni pamoyim militsiyalar olib kirib ketdi. O'zbekistonga uchuvdi, mana kutib, rosa kutib turdim mana. Yo'lda shashti yeb ketyapmiz. Chiqmadi, aeroportdan chiqmadi. Men mana ertalab 11da tushuvdi. Hozirgacha kutib o'tirdim. Chiqmadi. Sardor qaytyapman men vodiyga endi. Vodiyga qaytyapman. Do'stlar, Abdullohga sabr tilaymiz. Alloh rozi bo'lsin. Nima qilamiz endi? Iloji yo'q, kutmadi. Chiqmadi. 11da tushdi xonada. 11dami, 10da mana. Uji soat 5:30-6 bo'lyapti. Kutib o'tiribman mana. Pamoyimni olib kirib ketishib qoldi. Vodiyga qaytyapman. Ibtollaydi mana uji. Sardorga aytib qo'yinglar. Men bir yetim bo'lsam, yetimni farzandi bo'lsam, meni aybim nimada, birodarlarim? Islom dinini qabul qilganligim tufaylimi? To'g'ri, ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishim qolmadi, lekin men har bitta qilgan ishim gunohim tufayli Allohning uyiga borib, Alloh meni chaqirgan ekan, Allohning baytiga borib, Ka'basini ushab, peshonamga so'qib, o'pib, butun mo'min musulmon insonlarning haqqiga duo qildim. Meni ota-onam mendan voz kechdi, meni qarindosh urug'larim mendan voz kechdi. Men bir o'zim qolganman. Hech kimim yo'q, faqat mana shu el, xalq, insonlar bor xolos. Alloh kechiruvchi zot bo'lsa, banda kim bo'pti meni kechirmasa, to'g'rimi? Shuning uchun men har bitta o'zbek zabonidagi tilni tushunadigan insondan kechirim so'rayman. Yo'q, salom alaykum. TikTok tinchmisizlar, tanijoninglar. Charchamasdan mahkam bo'lib ro'zani tutyapsizlarmi? Qora aka nima bo'ldi? Qora aka nima bo'ldi? Juda ko'pchiliklar dayrikimga ham yozishibdi, Instagramda Primoda, TikTokda Primoda ham juda ko'pchilik so'rashyapti. Biz hozir Abu Dhabi aeroportiga bordik. U haqiqatan ham Samarqandga uchadigan reysga o'tirgan, O'zbekistonga borib tushgan. Samarqandda nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan. Undan nariyog'i mendan qarong'i, hech qanday Koreyaga, ko'pchilik aytayapti, Koreyaga ketgan, seni ham aldab ketgan. Yo'q. Men imенно o'zim borib Abu Dhabi aeroportida tekshirtirdim. Qora aka O'zbekistonga, Samarqandga borib qo'ngan. Undan nariyoq aeroportdan chiqmagan. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, buyog'ini Alloh biladi. Kutamiz, nima bo'lsa ham televizordan chiqadi qadrdonlar. O'zbekiston kanallaridan chiqadi обязательно. Bilganim shu, bilmayman qolganim. Salomat bo'linglar. Salomat O'zbekistondagilarga. Aziz qarindorlar, Qora aka tanisizlar. O'zbekistonga jo'natyapman. Agar O'zbekistonga qonunning oldida o'z oyog'i bilan javob bergani o'zi ketyapti, xohishi bilan. Nimadirlar bo'lib qolib, yo'q bo'lib qolsa qo'yaman. Deydi, gaplarim chiqadi. Akalarim, opalarim, singillarim, Allohning uyidan mana to'g'ri O'zbekistonga ketyapman. Qilgan ishlarimdan juda qattiq pushaymonman. Borib endi qochib yurish maqsadida emas, to'g'ri o'zimni oyoqlarim bilan borib qonunning yonida ham javob berishga tayyorman. Qonundan bitta narsani so'rab qolaman, yengillikni. Va agarda mabodo agarda yo'q bo'lib qolsam, mana shu 1-2 kunlarda ichida mana shu videoni Sardor aka qo'yadi, tarqaladi shu video. Shuning uchun o'zbek olinyapti. Agar 2 kun muhlat O'zbekistonga e'tiborli video qo'ymasang, mana shu video qo'yaman. Oymoq. Bor. Salomat, yaxshi bo'lingansan. Kamchilikni ham sovurib. Assalomu alaykum. Barchalaringga aziz hamyurtlar, yaxshimisizlar, jonlaring sog' salomatmi? Hammalaringni Navro'z bayrami bilan muborak etaman. Birodarlarim, ertaga Qozog'istonlik Aqbega men vizov tashlamoqchiman. 22:00 da hammalaringni battle'ga taklif qilaman. Aqbe, Qozog'istonlik, meni vizovimni taklif et. Ertaga men seni 22:00 da kutaman O'zbekiston vaqti bilan. Barcha insonlarni men kutib olaman. Birodarlarim, hammalaring ertaga efirimga kelasizlar va quvvatlisizlar degan umiddaman. 3 raund bo'lib o'tadi pobedaga. Olg'a O'zbegim, olg'a!